Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz hammamizning kundalik turmushimizga, moliyaviy ahvolimizga, hatto kelajagimizga beota'sir ko'rsatadigan juda muhim bir yangilik haqida gaplashamiz. Yaqinda tasdiqlangan va jamoatchilikka e'lon qilingan hujjat, tadbirkorlik, subyamatchilikka e'lon qilingan hujjat va ruxsat berish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi prezident farmoni haqida so'z boradi. Bu shunchaki qog'oz emas, azizlarim. Bu ishingizga, moliyangizga, kelajakdagi rejalaringizga bevosita daxl qiluvchi o'zgarishlar to'lqini. Bu mamlakatimizda tadbirkorlik faoliyatini boshlash va yuritish tartibini tubdan o'zgartiradi. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, tadbirkorlik qilishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz yoki yangi ish o'rinlari yaratilishidan manfaatdor bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Men sizga bu o'zgarishlarning barcha jihatlarini, har bir nozik tomonini chalkashliklarsiz tushuntirib beraman. Bu ma'lumotlar shunchalik muhimki, uni hoziroq bilib olishingiz shart. Shunday ekan, vaqtni boy bermay, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Core of the problem. Keling, avvalo ushbu farmon qabul qilinishidan oldingi holatni ko'rib chiqaylik. Ilgari tadbirkorlik faoliyatini boshlash, ruxsatnomalar olish, litsenziyalash jarayonlari ko'p hollarda murakkab, uzoq va qimmatga tushadigan jarayon edi. Aytaylik, siz kichik bir kofe do'koni ochmoqchisiz. Buning uchun siz bir nechta idoralardan ruxsatnoma olishingiz kerak edi. Sanitariya epidemiologiya xizmatidan, yong'in xavfsizligi organlaridan, mahalliy hokimiyatdan qolaversa, faoliyat turiga qarab boshqa turli ruxsat beruvchi organlardan hujjatlar to'plashingiz talab etilardi. Har bir idoraga alohida borib, navbat kutib, turli blankalarni to'ldirish, ba'zan esa takroriy hujjatlarni taqdim etish zarur edi. Bu esa ko'p vaqtni olardi, ba'zan bir necha haftadan bir necha oygacha cho'zilib ketardi. Shu vaqt davomida sizning biznes g'oyangiz allaqachon eskirishi, moliyaviy resurslaringiz tugashi yoki shunchaki ishyoqingiz so'nishi mumkin edi. Bundan tashqari ayrim litsenziyalar va ruxsatnomalarning narxi ham kichik tadbirkorlar uchun sezilarli yuk bo'lishi mumkin edi. Masalan, ayrim faoliyat turlari uchun davlat bojlari bir necha bazaviy hisoblash miqdoriga teng bo'lib, bu startaplar uchun boshlang'ich sarmoyaning katta qismini tashkil etishi mumkin edi. Natijada ko'plab salohiyatli tadbirkorlar byurokratik to'siqlar va moliyaviy qiyinchiliklar tufayli o'z g'oyalarini amalga oshirishdan voz kechishardi. Bu esa iqtisodiyotimizning rivojlanishiga, yangi ish o'rinlari yaratilishiga salbiy ta'sir etardi. Hududlarda ayniqsa bu muammolar yanada keskinroq edi, chunki ma'lumot olish va markaziy idoralar bilan ishlash imkoniyatlari cheklangan edi. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Vazirlar Mahkamasining yaqinda tasdiqlangan tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatdan o'tkazish va ruxsat berish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi yangi farmoni nimalarni o'zgartiradi? Oddiy qilib aytganda, bu farmon tadbirkorlik faoliyatini boshlash va yuritishda yagona darcha tamoyilini yanada mustahkamlaydi va jarayonni maksimal darajada soddalashtiradi. Endi ko'plab ruxsatnomalar va litsenziyalarni olish uchun turli idoralarga yugurishning hojati qolmaydi. Barcha jarayon deyarli to'liq raqamlashtiriladi va yagona platforma orqali amalga oshiriladi. Eng asosiysi, ba'zi faoliyat turlari uchun ruxsatnomalar va litsenziyalar butunlay bekor qilindi. Boshqalari esa xabardor qilish tartibiga o'tkazildi. Ya'ni siz davlat organidan ruxsat kutib o'tirmaysiz, balki o'z faoliyatingiz haqida shunchaki xabardor qilasiz va shu zahotiyoq ish boshlashingiz mumkin bo'ladi. Bu o'zgarishlar tadbirkorlar uchun nafaqat vaqt va pulni tejash imkonini beradi, balki korrupsiya xavfini kamaytiradi va biznes muhitini yanada shaffof qiladi. Bu haqiqiy revolyutsiya, azizlar, kichik va o'rta biznes uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Mind part 1, detail breakdown. Xo'sh, aynan nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar xavotir olishi kerak va kimlarga bu o'zgarishlar foydali bo'ladi? Keling, har bir jihatini batafsil ko'rib chiqaylik. Birinchidan, farmonning asosiy maqsadi mamlakatda tadbirkorlik faoliyatini erkinlashtirish va uning boshlanishini tezlashtirish. Bu avvalo kichik va o'rta biznes subyektlariga qaratilgan. Misol uchun, ilgari kichik sartaroshxona yoki go'zallik saloni ochish uchun siz kamida 5-6 hujjatni yig'ishingiz, joyni tekshiruvdan o'tkazishingiz va har bir idoradan alohida ruxsat olishingiz kerak edi. Bu jarayon sizdan o'rtacha 20 kundan 45 kungacha vaqtni olishi mumkin edi. Har bir idoraning o'z talablari, o'z navbatlari bor edi. Endi esa
Yangi tartibga ko'ra ko'plab maishiy xizmat turlari, shu jumladan sartaroshxona va go'zallik salonlari uchun ruxsatnomalar tizimi soddalashtirildi. Ba'zilari to'liq bekor qilingan bo'lsa, ba'zilari xabardor etish tartibiga o'tkazildi. Ya'ni siz soliq organida yoki yagona portal orqali o'z faoliyatingiz haqida xabar berganingiz zahoti ish boshlashingiz mumkin. Davlat esa sizning xabarnomangizni qabul qiladi va siz qonuniy ravishda faoliyat yuritishingiz mumkin bo'ladi. Bu sizga kamida 20 o'tib kun vaqtni tejaydi. Bu esa boshlang'ich bosqichidagi tadbirkor uchun oltin vaqt hisoblanadi. Kimlar xavotir olishi kerak? To'g'risini aytsam, ushbu farmon natijasida xavotir olishga asos yo'q. Aksincha bu o'zgarishlar deyarli barcha tadbirkorlar uchun qulayliklar yaratadi. Faqatgina ba'zi bir faoliyat turlari, masalan, yuqori xavfli hisoblangan sohalar, farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarish, portlovchi moddalar bilan ishlash, bank faoliyat kabi uchun litsenziyalash va ruxsat berish tartibi nisbatan murakkabroq bo'lib qoladi. Chunki bu sohalar aholi salomatligi va xavfsizligi uchun juda muhim ahamiyatga ega. Ammo bu sohalardagi jarayonlar ham avvalgidek bo'lib ketmaydi. Ular ham bosqichma-bosqich soddalashtiriladi, faqat boshqa yondashuvlar asosida. Demak, agar siz yuqorida aytilgan o'ta xavfli faoliyat turlari bilan shug'ullanmayotgan bo'lsangiz, xavotir olishga mutlaqo hojat yo'q. Keling, raqamlar va aniq vaziyatlar bilan misollar keltiraman. Birinchi misol, O'zbekistonning Andijon viloyatidan Dilshod ismli yosh tadbirkor go'sht mahsulotlarini qayta ishlash bo'yicha kichik sex ochishni rejalashtirgan edi. Avvalgi tartib bo'yicha unga sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazidan, veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasidan, mahalliy hokimiyatdan, shuningdek, yong'in xavfsizligi xizmatidan ruxsat olish talab qilinardi. Har bir idora Dilshoddan joyning talabga javob berishini tekshirish uchun ko'rik o'tkazishi, laboratoriya tahlillari o'tkazishi, hujjatlarni rasmiylashtirishi kerak edi. Bu uning uchun taxminan 2-3 oy vaqtni talab qilib, har bir ruxsat uchun davlat bojlari va xizmat haqlari jami 7 million so'mni tashkil etgan. Bu esa Dilshodning boshlang'ich sarmoyasining ancha katta qismi edi. Yangi farmon bilan go'shtni qayta ishlash kabi oziq-ovqat mahsulotlari bilan bog'liq bo'lgan ayrim faoliyat turlari uchun xabardor qilish tartibi joriy etildi. Ya'ni Dilshod endi davlat xizmatlari markaziga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga IDISPES murojaat qilib, o'z faoliyati boshlanishi haqida xabar beradi. Bu jarayonni bir necha kun ichida, hatto bir necha soat ichida yakunlash mumkin. Davlat bojlari esa minimal darajada belgilanadi yoki ba'zi hollarda umuman bepul bo'ladi. Bu Dilshodga kamida 2 oy vaqtini va 5 million so'mdan ortiq mablag'ini tejaydi. Uning biznesi tezroq ishga tushadi va foyda ko'ra boshlaydi. Ikkinchi misol, Toshkent shahridan Gulnora o'quv markazi ochmoqchi edi. Chunki u chet tillarni o'rgatish bo'yicha katta tajribaga ega edi. Ilgari o'quv markazi ochish uchun ta'lim sohasidagi litsenziya olish talab etilardi. Bu litsenziya uchun esa ta'lim inspeksiyasiga murojaat qilish, o'quv dasturlarini tasdiqlatish, o'qituvchilarning malakasini tekshirish, binoning talabga javob berishini isbotlash kabi ko'plab qadamlardan o'tish zarur edi. Bu jarayon bir necha haftadan bir necha oygacha davom etardi. Narxi esa bir necha million so'mga tushardi. Bundan tashqari, o'quv markazining bino va jihozlariga nisbatan talablar ham ancha qattiq edi. Yangi farmon bilan ayrim turdagi o'quv markazlari, ayniqsa qo'shimcha ta'lim kurslari, chet tili kurslari, kompyuter savodxonligi, kasbiy malaka oshirish kurslari kabi uchun litsenziya talabi bekor qilinib, ular ham xabardor qilish tartibiga o'tkazildi. Endi Gulnora ham IDXP orqali faoliyati haqida xabar beradi va bir necha kun ichida ish boshlashi mumkin. Bu unga tezroq mijoz yig'ish va daromad olish imkoniyatini beradi. Uning hisob-kitoblariga ko'ra, bu o'zgarish unga erkin-boch oy vaqtni va kamida 3 million so'mni tejaydi. Uchinchi misol, sirdaryolik fermer Ahmad paxta yetishtirishdan tashqari issiqxonada sabzavotlar yetishtirish va ularni eksport qilishni rejalashtirgan. Ilgari eksport faoliyati bilan shug'ullanish uchun ham bir qator ruxsatnomalar va sertifikatlar, fitosanitar sifat sertifikatlari va hokazo talab qilinardi. Bu hujjatlarni olish ba'zan juda murakkab bo'lib, xalqaro standartlarga mos keladigan talablar va mahalliy byurokratik jarayonlar bir-biriga mos kelmay qolardi. Yangi farmon eksport bilan bog'liq ba'zi ruxsatnomalarni ham soddalashtirdi va ba'zilarini bekor qildi. Endi omadga eksport uchun faqat eng asosiy xalqaro talablarga javob beradigan hujjatlar talab etiladi. Mahalliy darajadagi ortiqcha to'siqlar olib tashlandi.
Bu unga tezroq eksport bozoriga chiqishga va mahsulotini jahon bozoriga yetkazishga yordam beradi. Uning hisob-kitoblariga ko'ra, bu o'zgarishlar unga yiliga o'rtacha umumiy kun vaqtni va 10 million so'mgacha mablag'ni tejaydi. Bu uning eksport salohiyatini oshiradi. Ko'rib turganingizdek, bu o'zgarishlar shunchaki qog'ozdagi yozuv emas, balki real hayotda minglab tadbirkorlarning muammolarini hal qiladigan, ularga yangi imkoniyatlar ochadigan juda muhim yangilikdir. Bu har bir sohada, kichik do'konlardan tortib, ishlab chiqarish korxonalarigacha bo'lgan barcha tadbirkorlik subyektlari uchun tegishli. Sizning tadbirkorlik yo'lingizda duch keladigan to'siqlar sezilarli darajada kamayadi. Main part 2. Exception to the rules, pitfalls and unobvious nuance. Albatta, har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, bu yangi farmonda ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar va sezilmas nozikliklar mavjud. Shu sababli biz hozir aynan shu murakkab jihatlarni tahlil qilamiz, toki siz barcha xavf-xatarlardan xabardor bo'ling. Birinchidan, xabardor qilish tartibiga o'tkazilgan faoliyat turlari ro'yxatini juda diqqat bilan o'rganishingiz kerak. Hukumat tomonidan tasdiqlangan maxsus ro'yxat mavjud. Agar sizning faoliyatingiz ushbu ro'yxatga kirmasa, demak avvalgi tartibda ruxsatnoma yoki litsenziya olishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, siz kichik bir kofe do'koni ochmoqchisiz. Bu hozirda xabardor qilish tartibida. Lekin siz u yerda spirtli ichimliklar yoki tamaki mahsulotlari sotishni ham xohlasangiz, buning uchun alohida litsenziya talab qilinadi. Bunday holda sizning faoliyatingiz aralash turga kiradi va siz ikkala tartibga ham amal qilishingiz kerak bo'ladi. Agar siz buni inobatga olmasangiz va faqat kofe do'koni uchun xabardor qilib, spirtli ichimliklarni litsenziyasiz sotsangiz, jiddiy jarimalarga, hatto faoliyatingiz to'xtatilishiga duch kelishingiz mumkin. Ikkinchidan, xabardor qilish tartibi degani hech qanday nazorat yo'q degani emas. Aksincha, bu davlat nazoratini to'liq bekor qilmaydi, balki uning shaklini o'zgartiradi. Endi nazorat xavfni tahlil qilish tamoyili asosida amalga oshiriladi. Ya'ni davlat organlari tasodifiy tekshiruvlar o'tkazish o'rniga sizning faoliyatingizdagi potensial xavf omillarini baholaydi. Agar sizda biron bir noqonuniy harakatlar aniqlansa yoki siz xabarnomangizda ko'rsatgan ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmasa, sizga nisbatan qat'iy choralar ko'rilishi mumkin. Masalan, siz yengil avtomobillarni ta'mirlash ustaxonasi ochmoqchisiz va uni xabardor qilish tartibida ro'yxatdan o'tkazdingiz. Ammo agar siz texnik xavfsizlik qoidalariga rioya qilmasangiz, chiqindilarni noto'g'ri utilizatsiya qilsangiz yoki sifatsiz xizmat ko'rsatib, mijozlarga zarar yetkazsangiz, tegishli nazorat organlari, masalan, ekologiya qo'mitasi yoki iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi tomonidan tekshiruvlar o'tkazilishi va sizga nisbatan jarimalar qo'llanilishi mumkin. Ba'zan esa faoliyatingizni vaqtincha to'xtatish haqida qaror qabul qilinishi ham mumkin. Uchinchidan, ayrim ruxsatnomalar va litsenziyalarni olish uchun talablar bekor qilingan bo'lsa-da, boshqa qonun hujjatlarida belgilangan majburiy talablar saqlanib qoladi. Masalan, agar siz oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsangiz, sanitariya normalari va qoidalariga sanqovan rioya etishingiz shart. Bu talablar farmon bilan bekor qilinmagan. Siz faqat bu faoliyat uchun ruxsatnoma olishga hojat qolmaydi. Xabardor qilib ish boshlaysiz. Lekin keyinchalik tekshiruv kelganda, agar siz sanqovan talablariga javob bermasangiz, masalan, yuvish vositalari to'g'ri saqlanmasa, xodimlar tibbiy ko'rikdan o'tmagan bo'lsa yoki ishlab chiqarish joyi sanitariya me'yorlariga mos kelmasa, sizga nisbatan choralar ko'riladi. Shu sababli har qanday faoliyat turini boshlashdan oldin tegishli sohani tartibga soluvchi boshqa qonun hujjatlarini, qonunlar, kodekslar, standartlar, normativ huquqiy hujjatlar diqqat bilan o'rganishingiz shart. Bu muhim nozik jihat bo'lib, ko'plab tadbirkorlar aynan shu joyda xatoga yo'l qo'yishadi. Ular ruxsat bekor bo'ldi, demak hamma narsa erkin deb o'ylashadi. Ammo bu noto'g'ri tushuncha. 4-dan, farmonning joriy etilish muddatlariga e'tibor bering. Barcha o'zgarishlar bir vaqtning o'zida kuchga kirmasligi mumkin. Ba'zi qoidalar ma'lum muddatdan keyin bosqichma-bosqich joriy etilishi belgilangan bo'lishi mumkin. Hujjatda ko'rsatilgan kuchga kirish muddatiga alohida e'tibor berish kerak. Agar siz farmon qabul qilingan kunning o'zida yangi tartibga asosan ish boshlasangiz, aslida u bir oydan keyin kuchga kirishi kerak bo'lsa, siz noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanayotgan hisoblanasiz. Shuning uchun har bir yangi qoida qachondan boshlab amalda qo'llanilishini aniq bilib olishingiz shart.
Bu ayniqsa litsenziyalash va ruxsat berish sohasida juda muhim. 5-dan elektron platformalar bilan ishlashda texnik muammolar yoki tushunmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali ETX yoki litsenziya axborot tizimi orqali ishlashda internet aloqasi sifati, kompyuter savodxonligi, hujjatlarni to'g'ri elektron shaklga o'tkazish kabi masalalar ahamiyatli. Agar sizda bu borada tajriba bo'lmasa, DTM davlat xizmatlari markazlari xodimlaridan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga elektron ariza to'ldirish, hujjatlarni yuklashda yordam berishga majbur. Agar siz xato qilsangiz, masalan, noto'g'ri faoliyat turini tanlasangiz yoki ma'lumotlarni xato kiritsangiz, bu sizning arizangiz rad etilishiga yoki keyinchalik muammolarga olib kelishi mumkin. Ushbu nozik jihatlarni e'tiborga olish sizni kutilmagan muammolardan himoya qiladi va tadbirkorlik faoliyatingizni qonuniy va muvaffaqiyatli yo'lga qo'yishga yordam beradi. Practical advice demak, tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatdan o'tkazish va ruxsat berish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi farmon sizning faoliyatingizga bevosita ta'sir qilayotgan bo'lsa, siz nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlar qo'yishingiz lozim? Men sizga aniq va tushunarli ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, farmonni va unga ilova qilingan ro'yxatlarni to'liq o'rganing. Farmon matni va uning ilovalarini toping. Bu hujjatlar odatda normativ huquqiy hujjatlar saytlarida, masalan, Lexus portalida yoki O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-saytida e'lon qilinadi. Ayniqsa, farmonning ilovalarida litsenziya bekor qilingan faoliyat turlari ro'yxati, xabar etish tartibiga o'tkazilgan faoliyat turlari ro'yxati va saqlanib qolgan litsenziyalanadigan faoliyat turlari ro'yxati bo'ladi. Siz o'z biznes qo'yangiz yoki amaldagi faoliyatingiz aynan qaysi toifaga kirishini shu ro'yxatlardan aniq belgilab olishingiz shart. Bu sizning keyingi qadamlaringizni belgilaydi. Agar siz o'zingizning faoliyatingizni to'g'ri tasniflay olmasangiz, davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilib, malakali maslahat olishingiz mumkin. Ular bu borada bepul yordam ko'rsatishga majbur. Ikkinchi qadam, faoliyatingiz xabardor etish tartibiga o'tkazilgan bo'lsa, agar sizning faoliyatingiz endi litsenziyalash o'rniga xabardor etish tartibiga o'tkazilgan bo'lsa, siz davlat xizmatlari markaziga shaxsan borishingiz yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali EDXP My.Bongov.uz orqali elektron shaklda xabarnoma yuborishingiz kerak bo'ladi. Quyidagi hujjatlar sizga kerak bo'ladi. Elektron variantda bo'lishi maqsadga muvofiq ariza blankasi EDXP da to'ldiriladi. Pasport nusxasi jismoniy shaxs uchun yoki korxona ta'sis hujjatlarining nusxalari yuridik shaxs uchun. Faoliyat turini tasdiqlovchi hujjatlari agar mavjud bo'lsa, masalan, mutaxassislik diplomi yoki sertifikat. Faoliyat amalga oshiriladigan joyning manzili va mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, ijara shartnomasi yoki kadastr hujjatlari. Xabarnoma yuborilgandan so'ng tizim avtomatik ravishda uni qabul qiladi va sizning elektron manzilingizga yoki EDXP dagi shaxsiy kabinetingizga xabarnomaning tasdiqlanganligi haqida ma'lumot yuboradi. Shu bilan siz faoliyatni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Bu jarayon odatda bir necha soatdan bir ish kunigacha vaqtni oladi. Davlat bojlari minimal yoki aksariyat hollarda bepul. Uchinchi qadam, agar faoliyatingiz hali ham litsenziyalanadigan bo'lsa yoki ruxsatnoma talab qilsa, agar sizning faoliyatingiz yuqori xavfli toifaga kirsa va farmonga ko'ra hali ham litsenziya yoki ruxsatnoma talab qilinadigan bo'lsa, bu jarayon ham soddalashtirilgan bo'lishi mumkin. Siz yana EDXP My.Bongov portali orqali tegishli litsenziya yoki ruxsatnoma uchun ariza berishingiz kerak bo'ladi. Endi ko'plab turdagi litsenziyalar va ruxsatnomalar litsenziya axborot tizimi orqali rasmiylashtiriladi. Sizga kerak bo'ladigan hujjatlar ariza blankasi elektron shaklda to'ldiriladi. Korxona ta'sis hujjatlari, ustav, guvohnoma. Faoliyat turiga qarab maxsus talablarga javob berishni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, mutaxassislarning diplomlari, uskunalar sertifikatlari, binoning texnik pasporti va boshqalar. Davlat boji to'langanligi haqidagi kvitansiya. Litsenziya beruvchi organ arizani ko'rib chiqish muddati avvalgidan qisqartirilgan bo'lishi kerak. Masalan, ilgari 30 kun bo'lgan bo'lsa, endi 20 kun ichida ko'rib chiqiladi. Ammo bu sizning hujjatlaringizning to'g'ri to'planganiga bog'liq. Hujjatlaringiz to'liq va to'g'ri bo'lishiga alohida e'tibor bering. Noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan hujjatlar arizani rad etishga sabab bo'ladi va jarayon yana boshdan boshlanadi. 4-qadam, amaldagi qonunchilikka rioya qiling. Yuqorida aytganimdek, ruxsatnomalar bekor qilingan bo'lsa-da,
tegishli sohadagi majburiy talablar, sanitariya, yong'in xavfsizligi, ekologik normalar, xavfsizlik texnikasi qoidalari va boshqalar o'z kuchida qoladi. Faoliyatni boshlashdan oldin bu talablarni o'rganing va ularga to'liq rioya etishni ta'minlang. Agar siz oziq-ovqat ishlab chiqarsangiz, sanitariya qoidalari va normalariga, agar xavfli uskunalar bilan ishlasangiz, texnik xavfsizlik qoidalariga rioya etishingiz shart. Kelajakdagi tekshiruvlarda muammolarga duch kelmaslik uchun barcha me'yorlarga to'liq amal qilish zarur. Bu sizning biznesingizning barqaror va qonuniy ishlashi uchun asosiy shartdir. 5-qadam, doimiy ravishda yangiliklardan xabardor bo'lib turing. Qonunchilik doimiy ravishda o'zgarib turadi. Hukumat portallari, Lex.uz sayt, shuningdek, professional maslahatchilar va ushbu kanalimiz kabi manbalarni kuzatib boring. Yangiliklardan xabardor bo'lish sizni kutilmagan muammolardan himoya qiladi va yangi imkoniyatlarni o'tkazib yubormasligingizga yordam beradi. Ushbu amaliy tavsiyalar sizga yangi farmon imkoniyatlaridan to'g'ri foydalanishga va tadbirkorlik faoliyatingizni muvaffaqiyatli rivojlantirishga yordam beradi. Unutmang, davlat biznes uchun sharoit yaratmoqda, to'p endi sizning maydoningizda. Conclusion and final hook. Xulosa qilib aytganda, bugun biz tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatdan o'tkazish va ruxsat berish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi yangi farmon ahamiyati, u olib keladigan o'zgarishlar, imkoniyatlar va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nozik jihatlar haqida batafsil gaplashdik. Biz bu farmon tadbirkorlikka yanada keng yo'l ochishi, byurokratiyani kamaytirishi va yangi ish o'rinlari yaratilishiga xizmat qilishini ko'rdik. Agar siz ushbu videodagi ma'lumotlarni diqqat bilan o'zlashtirgan bo'lsangiz, demak, yangi imkoniyatlardan foydalanishga tayyor turibsiz. Men bugungi videomiz siz uchun juda foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu ma'lumotlar hayotingizda, biznesingizda katta o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin. Qandaydir savollaringiz bo'lsa, farmonning qaysidir jihati sizga tushunarsiz bo'lsa yoki o'zingizning tajribangizni baham ko'rmoqchi bo'lsangiz, iltimos izohlarda yozib qoldiring. Men har bir savolga javob berishga harakat qilaman va sizning fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Videoga like bosishni unutmang, zero bu bizga ko'proq foydali kontent yaratishga ilhom beradi. Va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki biz kelgusida ham siz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan shu kabi muhim yangiliklar va maslahatlarni taqdim etishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va muvaffaqiyatli tadbirkorlik faoliyat tilayman. Ko'rishguncha.